Azizlarimiz o'tgan safar to'yga kelganda ovqatlar festivali dedim. O'sha ovqatlarda ham mazza qilib ikki kosa chuchvara ichdim. To'y bugun yorib to'qatdi. Ikkita kosa chuchvarani ichdim. Ovqat ko'p deydi, ko'ramiz hozir. Oshmosh ishingizni qilavering. Bo'ldi, ikkita kosani urdim. Yorib bugungi to'y. Ay, biz bizlar yeydigan. Eshitishim bo'yicha Toshkentdan tugdirib kelishgan chuchvara. O'sha kuni krevetkalar yedik, yana bir narsalar yedik. Darada berdik. Koreyka berdik. Mana shu mana. Bo'g'irimizni ko'rsatdik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Muhitdinov Sanjar. Bitta City'da, Hilton'da ishlashadi. Bu yoqqa bu yoq bo'lsa, orada bir ishlamay qo'ydilar bir. O'shana mana kirmay qo'ydim. Mana qaytdim, bizdan qaytdik. Qo'li gul. Rahmat. Endi-chi? Steak bormi, payvrab. Bu nima edi? Bak, chiroyligini qara, padacha. Bu bir tog'ora emasda buni. File sudaka по-бухарски. В новом формате, в новом подаче. Buni biz sudakni muz qildik. Muzni keyin panirovat qilib, rad qilib, juda nezli, juda yog'siz bo'ladi. Tagida suzmadan tovus qilib, ustida свежий tomatdan tartar. Sirnikiga o'xshatib, jeymayman turdim. Achchiqmi, zo'r narsa. Такой, приятно. Spice nafasi bor. Mana mazburda ham indamay urib qo'ydilar. Tarlika ko'rsatib. Так что bu to'yga borganda qo'r kimga so'rash kerak edi? Qo'rga ham ish ko'p o'tadi. O'tgan Samarqandda har bir to'y go'zal, o'tgan savatda to'y nima degan bo'ldi ya. Ovqatlar festivali bo'ldi. O'zimizdan maza qildik, u ham kerak ekan. San'atkorlar festivali emas, ovqatlar festivali ham bo'lishi kerak.